Buning uchun bizga telespin To'qay brendining element qarmog'i kerak bo'ladi. Bu 3 metr va 80 grammgacha tosh otiladi. Sho'qlidir uzunroq bo'lishi kerak. Shunda sazan uncha-munchaga toshni og'irligini sezmasdan yaxshi tutiladi. Jilkani esa 20-25 lik qo'yish tavsiya etiladi. Bitta 4 grammlik pokey va bitta 5 grammlik tosh qo'yilamiz. Nimagaki bu tosh og'irligini pokey tikka turgan holda turadi. Sazanlar uchun juda ham kichkina ilmoq ishlatiladi. Bu setni hamma joydan yig'ib olishinglar mumkin. Hamma do'konlarda bo'ladi. Telespin qarmoq 50 ming so'm, katushkasi 25 ming so'm, poplavok, grilizo yoki ilmoqlar uchun, mayda-chuydalar uchun 15 ming so'm ketib qolishi mumkin.